Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Cho'lbo'ls kanalining obunachilari, bizni kuzatib o'tganlar. Ko'rishlaringiz mumkin, mana bunday Nerjivekka yo'nkisimiz bochkamiz tayyor bo'ldi. Zakaz berishgan edi. Zakaz bo'yicha tayyorlab berdik. Bog'larni ham qo'yib, mana bunday moshinalar, chiroylilar. Bunimizni materialga keladigan bo'lsak, qolinligi 1.5 tinkali bo'ldi, 1.5lik. Mana bunday turbalarga qo'yib berdik. Ikki tomon olar ekan suvini. Tevadan ochib beramiz, suv quyadigan joyini. Yopgan endi egasi kelsa, aytgan joyini xudos ochib beramiz. Bog'lari ham bu tomonga moshinalar chiroyli qilib qo'yganmiz. Oyoqlariga do'q kibrdan tatgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berasizlar. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz 4 million so'mga tayyor bo'ldi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kimga shunday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Nerjivekkadan barchalaringga tayyorlab beramiz. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa. Videomiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan moshni like emaysizlar, kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Obuna bo'lmaganlarga obuna bo'lib turasizlar. Xudo xolasa bundan yaxshiroq yangiliklarni ko'rsatamiz. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.